Afrikadan futbolistning iti keldi. Assalomu alaykum O'zbekiston. Men sizlarni futbolingizni rivojlantirish uchun shu qo'ltig'imdan kelgan hamma ish qo'limdan. Bak, qo'limdan kelgan hamma ish qilaman. Mehmon tagiga qo'yni so'yinglar qani. Qo'y tayyor Jabbor aka. Yo, meni oyog'im tagiga qo'y so'yapsizmi? Ha, bizda mehmonni oyog'ini tagiga qo'y so'yadi. Kechgayimiz 4 kishi. 4 kishi bitta qo'yni yeyishlarmi? Ha? Og'zinglarga berganicha yeyishlar ekanda. Siqqanicha. Ha, siqqanicha. Biz bitta qo'yni bitta qabila 1 yil yeymiz. Ko'zi borda ko'ziga qaytib borsin o'ziga. Hazardon, chashma xayr, chashma pesh. Xola, nima qilyapsiz? Men nasha chekmayman. Bu kostyumasinga ishlab. Seni isming nima? Nigola Konte. Voy! O'zimiz Nigoraga o'xshar ekanmi? Futbolchi. Bitona qanday? Ya молодец Koyil. O'zbekistonda chollar ertalabdan turib yugurib fizoratka qilyapti-ku. Jindimisan? Ular nahorga oshga ketyapti, yugurib joy qolmaydi deb. Ertalabdan osh yeysizlarmi? Osh qanday ketadi saharda? Chotki ketadi. Shot. Yo'q, aka, osh yomon qildi. Men qachon futbol o'ynayman? Aka, qoravoyi 1 soatga berib turing-da. Nimaga? Soqqali ish bor. Nega Leyla sira boqmay ozor berding bu qalbga o Leyla. Jonga tegdi. Men qachon futbol o'ynayman? Qanday bo'ldi soqqa vazn? Qanaqa soqqa? U ham yedirdi, ichirdi-da ko'tibga tepib haydadi. Men qachon futbol o'ynayman dedim. Bo'ldi, bugun mana shu oshdi, ertaga futbol o'ynaysan. Jonga tegdi, osh, tandir go'sht. Mana sifatli sut burgerida yeyman. Bu hozir hamma joyda trendda-ku. Afrikada ham sifat kompaniyasi trendga chiqdi уже. Buni qo'y qoravoy, buni yangi yilda yeymiz. Nega hozir dasturxonga qo'ygarsiz? Просто mehmon kelganda risovkaga-da. Bo'pti, osh yeyman. Qo'lingni yuvib-ki. O'zi qora. Qaravoying o'zi yomon qiladi. Nigora Konte sharmanda nima qilyapsan? Nimaga o'yin olmayapsan? Qanday o'ynay? Saharda ham osh berding, obedda ham osh berding, ujinda ham osh berding. Bir oy yeb ichib 10 kilo semirdim. Qanday o'ynay? Voy bular. İçim kelyapti. Qayerda hojatxonaga? Kulma. İçim yomon kelyapti.